Chorvadorligi bor akalarimiz uchun ho'l quruq hashay mahsulotlari va don mahsulotlarini yem qilib chiqarishlik uchun drabilkalarimizni yangi assortimentlari yetib keldi akalar. Hozirda bularda sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz. Kimdan kim mana shu turdagi universalniy drabilkalar hamda oddiy jodu apparatlar, benzinli 4 pichoq, 6 pichoq hamda e'tibor berishlaringiz mumkin alligatorli lentali drabilkalardan so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlaridan xarid qilib olishlaringiz mumkin akalar. Agarda bu video sizga manfaatli va foydali bo'ladigan bo'lsa, hoziroq bitta like tugmasini bosib qo'ying va kelganingizda hozir aytib o'tilayotgan narxlardan yana ham tushirib skidkalarni qilib beramiz akalar. Bo'lmasam videomizni boshladik akalar. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz kutgan lentali drabilkalarimizda ma'lumotlarni berishdan boshlaydigan bo'lsak, bu ko'rib turgan drabilkalaringiz hozirgi kunda ho'l quruq hashay mahsulotlarni maydalashda qo'ylaringizga va mollaringiz uchun selos holatiga keltirib chiqarib bera oladigan mana shu turdagi lentali o'zi avtomatik ishga tushadi hamda bunkerlari katta variantlaridan bo'ladi akalar. Xo'p, buni ishlash prinsipi, ichki sistemalari e'tibor beringlar. Hozirgi kunda ho'l quruq hashay mahsulotlaringizni bu yerga qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik ishga tushganda tortib oladi va ichidagi mana shunday shinaklar yordamida, shinaklari ham e'tibor beringlar. O'zini zavodskiy holatida qalin shinaklardan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Boshqa joylarda mana shuni svarka qilib, oddiy tunikali listlardan ham qoplab qo'yishyapti akalar. Shu joylarga ham ahamiyatli bo'linglar. Xo'p, mana shu lentadan kirgandan keyin shinakni orasidan o'tgandan keyin mana shu pichoqqacha keladi. Pichoqlari ham original pechatli pichoqlardan bo'ladi akalar. Pichoqlar yordamida mana shu holatda ishga tushib, maydalab 2 santimetrgacha katta kichiklikda qilib bera oladi va undan keyingi sortiga akalar oldi tomonida ham pichoqlari bor bu drabilkamizga e'tibor beringlar. Oldi tomonida 9 qatorli pichoqlar bilan jihozlangan. Bu degani agarda siz qo'ylaringizga chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shunday tayyor holatida, agarda mollaringizga chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sal yiriroq qilib yoki undan mayinroq qilish uchun mana shu oldi pichog'i yordamida foydalanishlaringiz mumkin. Pichoqlarni olib qo'yish imkoniyatlari bor. Boshqa joylarda mana shu zavodskiy holatda, bo'shamaydigan holatda ham sotilyapti, lekin bularni xohlagan paytingiz mana shu remen orqali olib mana shu pichoqlarni shunday baqa olib qo'yishingiz ham mumkin. Hamda e'tibor berishlaringiz mumkin. Salidor tiqadigan joylari ham mana shunday o'zini moslamalari yordamida solib qo'yiladi ichiga. Pachiniklari salidorli bo'ladi. Ichki tomon sistemalariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Bu akalar Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan zavodskiy drabilka hisoblanadi akalar. Xo'p, buni ikkitadan skoroslari bor. Birinchi hamda ikkinchi skoroslari bor, o'rtada xalastoy variantlari bor. Birinchi skorlarida yiriroq qilib chiqarib beradi, ikkinchi skorda esa mayinroq qilib chiqarib bera oladi. Xo'p, pichoqlarning razmerlariga bitta ahamiyat berasizlar. 25-30 santimetrli har xil variantlaridan bor. Bemalol kelib xarid qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hamda buni ishlash prinsipiga kelib o'tadigan bo'lsa, hamma yo'lda tushunib oldilaring hamda motorlariga ahamiyatli bo'linglar. Boshqa joylarda mana shunday oddiy motorlarni ham ustini bo'yab qo'yib akalar, mis motor deb sotilyapti. Lekin akalar bitta narsasiga ahamiyat beringlar. Mana shunday tepasida o'zini xo'p birkalariga yozib qo'yilgan bo'ladi. Zavodskiy holatdagi mis motorlar bilan olmoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol tanlovda adashmaymiz. Kesalaring mis motorlari bilan qilib beramiz. Xohlaganlar uchun alyumin motorlardan ham qo'yib bera olamiz. O'zini zavodskiy keladigan motorlari alyumin motor bo'lib keladi. Uyingizda tokka qarab turib, mis motorlardan ham moslab bera olamiz. Xo'p, bu necha tokka ishlaydi degan akalarimiz uchun o'zini zavodskiy motorlari bilan 200-210 tokka ishlaydi. Agarda uyingizda tok past bo'ladigan bo'lsa, sizga mis motorlarda 3 kilovatdan boshlab 5,5 kilovatgacha motorlar qo'yib berish imkoniyatlari bor. Hozirgi kundagi bularimizni narx-navolariga kelib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda bu lentali drabilkalarimizni har xil turdagi assortimentlardan bor bizning do'konimizda. Narxlari 4 million 500 ming so'mdan boshlab akalar 5 million 600 ming so'mgacha variantlari bor. Bemalol kelib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu degani motorlarini o'zgarishiga qarab narx-navolari o'zgarib boraveradi. Alyumin motorlari bilan qoladigan bo'lsa, narxlari arzonroq, mis motorlari bo'lsa
ozgincha qimmatroq bo'ladi, lekin sifatli mahsulot bo'ladi akalar. Uyingizda tok 180 190 gacha tushsa ham ishlaydigan sharoitiga qilib bera olamiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Hozirda sizlar bilan videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsalar, ishlash jarayonlarini ham bitta ko'rib o'tamiz akalar. Videosini, to'liq videosini qo'yib boramiz. Bizning do'konimizda aytib o'tganimdek, boshqa turdagi drabilkalarimizdan ham bor. Bemalol bulardan ham murojaat qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni akalar. Xo'p, bo'lmasam sizlar bilan bitta ishlash jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Murojaat qilish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bo'lmasam videomizni boshladik.